Ona, qanday go'zal kalima, qaysi tilda aytilmasin. Ona derkan, ich-ichimizda bir huzur va muhabbat paydo bo'ladi. Eng ishongan eshiklaringiz siz uchun to'satdan yopilsa ham, onaning eshigi hech qachon yopilmaydi. Ovozini balandlatishi mumkin, jahl qilishi mumkin, balki sizga og'irroq tuyuladigan gaplar aytishi mumkin. Lekin ularning farzandlariga bo'lgan muhabbati tugamaydi. Kitob nomidan ham ma'lum, go'zal xilqat onalarga atalgan. Yozuvchi Murad To'sun o'quvchiga saodat asri onalarini tanishtirmoqchi bo'lgan. Kitobni o'qib chiqarkansiz, qisman tanigan va yoki ilk bor duch kelgan muhaddis, ulamolar, siz havas qilgan buyuk sahobalarni volidalari bilan biroz bo'lsa-da tanishasiz. Falonchining onasi tarzida keltirilgan onalarning farzand tarbiyasidagi go'zal o'rnaklari, ularni qanday ulg'aytirganliklari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Tomas Edison va uning qahramon onasi haqida. Tomas bir kuni maktabdan uyga keldi va onasiga bir qog'oz uzatib, "O'qituvchim buni sizga berishimni tayinladi", dedi. Onasi xatni ko'z yoshlari ichida o'g'liga o'qib berdi. "O'g'lingiz daho. Bu maktab uning uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchilarimiz yo'q. O'g'lingizni o'zingiz o'qiting." Oradan yillar o'tib, onasi vafot etganida Tomas eng taniqli va ulug' shaxslardan biriga aylanib ulgurgan edi. Kunlardan bir kuni uydagi eski ashyolarni ko'zdan kechirarkan, bir qog'oz topib oladi. Edison uni olib o'qiydi. Qog'oz ancha yillar ilgari o'qituvchisi onasiga berib yuborgan xat bo'lib, unda "O'g'lingiz esi past bir bola. Maktabimizda o'qishga ruxsat berolmaymiz", deb yozilgan edi. Xatni o'qigan Edison soatlab yig'laydi. So'ng kundaligiga shunday yozadi: "Tomas Edison qahramon bir ona tomonidan 100 yillikning daho holatiga keltirilgan esi past bir boladir." Aziz kuzatuvchilar, barchamizni uylarimizni yoritadigan lampochka ixtirochisi Tomas Edison haqidagi voqea sizni ajablantirgan bo'lsa, voqealar rivojini albatta o'qing.